Adam das kelit, yeah, yeli. Astoydil, охранниклар mashinasini minib olib. Nima, u James Bondga o'xshab tapchikadan sakrayapti. Zato qorovullarning mashinasi emas-da, oshna. Siz bilan chekka olib gaplashadi, ikki og'iz gapimiz bor ekan-ku. Bir chekkani-chi. Gelik, tutmaz в деле. Nima u vahimiz olamni buzib tashlayapti? Maqsadga o'taylik. Mashinangizni maqtamoqchi edingizmi? Mashina haybatini ko'ryapsiz, oshna. Ichiga o'tirganingizdan xuddi shunaqa quysan mashinaga bahaybatlashib ketib qoladi-da. Bu mashina bilan любой joyga boring, hal bo'lmaydigan muammolaringiz hal bo'lib ketadi. Siz bo'yda odam bo'lsiz, oshna. Bunaqa mashina minadigan odamni tagida kamida mana qilib neft bazasi bor, qaynatasi bo'lmasa, jicha achishib qoladi. 100 kilometrga 35 litr indamasdan ichaveradi. Tagida 6.2 litr va 8 motor yotibdi. Naq 430 ot kuchi bilan. Oshnajonim, bizniki to'g'ri va 8 bo'lsa ham siznikidan jicha ko'p 530 ot kuchi beradi-da. Oshnamizni salon kenligini gapiradigan bo'lsak, o'zimiz katta akamamiz manfaatiga o'xshab oxiri yo'q. Komfortga keladigan bo'lsak, bitta dush kabinkadan tashqari любой komfort ayamasidan yetib borishdi. Amerikanskiy trampimizdan tortib, puli bo'ydan baland akamamizgacha Escalade Cadillac tanlashgan. Komfort deganda odamlar mana shunaqa mashinani tushunadi. Bu mashinani ko'pincha haydaydiganlar emas, haydatadiganlar oladi. To'g'risi bu kechasi siz bilan bahsimiz tugadiganga o'xshamaydi. Bunaqa mashinalar o'zi qayerda olsa bo'ladi, o'shani bir tushuntirib oling-da. Qanaqasidan bo'lsa kelyapti akam o'zi. Xohlasangiz bunaqasidan, xohlasangiz bunaqasidan qilib beramiz. Hech ham guruhga bitta aloqaga chiqasiz, ishingiz xudo xolasa hal. Aloqaga chiqarasizlar.